bilan bu yog'iga Renessans biologiya kitobining yangi nashrini video tahlil qilib boramiz. Mana bu uning tasviri. Stiker bo'lishi kerak o'rtada. Qayta ishlangan nashr degan. Xo'p, DNK chizib oldik. 500 ta nukleotid ekan. Nukleotidlar jamisini doim yuqoriga yozamiz. 500 ta nukleotid. Bir zanjirda 250 ta ekan. 250 mana eng ostiga o'sha zanjir ostiga yozib qo'yaman 250 ta. Adeninni 150 ta deyapti. Guanin o'z-o'zidan 100 ta ekanligi kelib chiqadi. Endi biz guanin son topdik. Qoidadan, ya'ni formuladan foydalansak bo'ladi. Nukleotid plus guanin teng vodorod bog'. Nukleotid 500 ta edi. Unga qo'shamiz 100 ta guaninni 600 ta vodorod bog'i kelib chiqadi. Demak, A javob. DNK fragmentida fosfodifir bog'lar soni berildi 150 ta adenin. Juda yaxshi. Aytganimizdek oldin DNK chizasiz. Adenin, timin, guanin, sitozin. Jami 898 bu fosfodifir. F bog' nukleotid minus 2 teng F bog'. Endi bu fosfodifir o'zi berilyapti hozir bizga. Demak, yozamiz nukleotid minus 2 teng 898 nukleotid ana 2 bu yoqqa plus bo'lib ketadi. Nukleotid teng 900. Siz bunaqa tenglama shaklda yozsangiz aslida to'g'ri, xato emas. Faqat men hozir mohiyatini tushuntirish uchun yozdim xolos. 900 ta nukleotid yuqoriga yozib qo'yaman. Demak, bir zanjirga 450 ta. Har doim to'g'ridan-to'g'ri yozib olaverasiz bir zanjirga qancha. Adenin 150 ta deyapti. Demak, guaninga qancha qoldi? Guaninga 300 ta qoldi. Vodorod bog' so'raganmi? Nukleotid plus guanin teng vodorod bog'. Demak, 900 plus 300 teng 1200. Bu vodorod bog'lar. Bu ham A javobda. Uchinchi tip. DNK fragmentida 1500 ta nukleotid mavjud ekan. 1500 ta. 15% adenin, guanin sonini toping deyapti. Juda yaxshi. DNK chizamiz. Xo'p, birinchi foiz olamiz. Jami 100% DNK. DNK jami 100%. Uning bir zanjiri 50% ga to'g'ri keladi. Adeninimiz va guaninimiz. Adeninni foizi 15% deyapti. To'g'rimi? Guaninni foizi 35 deyapti. Foizda. Endi 100%imiz 1500 bo'lyapti. 35imiz qancha deymiz? 525 B javob. 35 ni 1500 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Va buni javobi chiqadi. Keyingi tip. DNK fragmenti 1500 ta nukleotid mavjud. Adenin 300 ta. Guanin foizini toping. Endi bu foizga oid bo'lyapti. Bir zanjirda 750 to'g'ri keladi, to'g'rimi? 750. Endi adeninga va guaninga yozib olishim kerak. Adenin 300 bo'lsa, guaninga nechta qoladi? Albatta 450 qoladi. 450. Endi yozaman. 1500 100% bo'lsa deymiz. Mana yerda sitozin topib qo'yaylik. Chunki sitozin bilan teng-ku baribir. 450 ta necha foiz deyiladi. Ya'ni 1500 100%, 450 necha. Buni bunga ko'paytirib bunga bo'lamiz.
va javob 30% chiqadi. DNK fragmentida fosfodifir bog'lar berilgan 15% bo'lsa, jam vodorod bog'larini aniqlang deyapti. Juda yaxshi. Xo'p, DNK chizamiz. Bu 900 ta mana nukleotlar jami soni yozdik. 15% adenin ekan. 900 tamiz deymiz. 100%. Mana yerdagi 15% bor. 15% bo'lsa bunga 35% qoladi, to'g'rimi? 35% bor. Bu qancha? Hmm, 135. Bu yerga 35 mingga ko'paytirmaga bo'lsak 270 325 menimcha. Yo'q, 15 ekan. 315. Guanin soni chiqdi. Bizda bor bu. Mana qarang. Endi buni aytamiz. 900 plus 315 teng 1215. B javob. Nukleotid plus guanin. Vodorod bog'. DNK fragmentida fosfodifir bog' berildi. Mana bu zo'r masala, lekin 1398 plus 2 1400 adeninga 2 deyapman. Adenin sitozin deyapti. Adeninga 2. 2 ta adenin bo'lsa 5 ta sitozin. Bu vaqtda demak 2 ta timin bo'ladi, 5 ta guanin bo'ladi. Jami menda nukleotidlar nechta bo'ldi? 5 2 7. Bu tomonda ham 7. 14 nukleotid. Men tushunish uchun yozib qo'yaman. 2 plus 2 plus 5 plus 5 teng 14. Qayerdan paydo bo'ldi degan nima bo'lmaydi, savol bo'lmaydi shu vaqtda. Xo'p, endi bu yerda 14 ta nukleotida nechta vodorod bog'i bor? 14 plus 5, guanin 5 ta-ku. 19. Bu vodorod bog'. Demak, 14 tada 19 ta vodorod bog'i bor ekan. 1400 tada qancha? Va bu 1900 ta. Ajoyib. Vodorod bog'ini berib qo'yibdi, adenin sitozin nisbatini beribdi. Juda yaxshi. Adenin, guanin, timin, sitozin. Adenin nisbati 2, sitozinniki 3 ekan. Bu vaqtda demak bu ham 3 bo'ladi, bu ham 2 bo'ladi. Jami nukleotidlar 10 ta nukleotid. Bu vaqtda 13 ta H bog' bor. Qayerdan kelib chiqdi? 10 ta nukleotid mana shunday. Endi 1300 ta vodorod bog'da bo'lsa qancha? 1000 ta nukleotid bor. Jami nukleotid soni so'ralgan, demak B javob. Vodorod bog', fosfodifir bog' ayirmasi bu ham juda yaxshi masala. Xo'p, buni qanday ishlaymiz? Buni ikki namonim tenglamaga o'xshatib ishlaymiz. Qarang.
vodorod bog' plus fosfodifir bog' teng 2698. Vodorod bog' minus fosfodifir bog' teng 302. Mana oddiy ikki navonim tenglama bo'ldi. Fosfodifirlar qisqarib ketadi, qolganlar qo'shiladi. 2H teng 3000. H teng 1500. Ya'ni vodorod bog'lar 1500 ta chiqdi. Bu birinchi aniqlik, birinchi kalit. Davom etamiz. Vodorod bog' minus fosfodifir bog' teng bo'lyapti 302 ga. Ya'ni ikkalasining farqi 302 ekan. Vodorod bog' nima edi? Nukleotid plus guanin edi. Minus nukleotid minus 2 fosfodifir bog'mi? Teng 302 bo'lyapti. Qavsni ochib nukleotid plus guanin minus nukleotid minus emas plusga aylanib ketadi 2. Qavs oldida minus bo'lgani uchun ishora o'zgarib ketdi. 302. Bu 2 bu tomonga o'tib ketadi. Nukleotlar qisqaradi. Guanin teng 300. Endi bizda nima bor? Guanin 300 ga tengligi bor. Vodorod bog'i bor. H bog' minus guanin teng nukleotid 1500 minus 300 teng 1200. Demak, nukleotlar 1200 ta ekan. A javob. Shu joyda keyingi tipga o'tamiz. Mana. Vodorod bog' minus fosfodifir teng 152. Xo'p, bu degani vodorod bog'ni tarjima qildik boya. Nukleotid plus guanin minus nukleotid minus 2. 152. Guanin teng 150. Guanin 150 ekan. Yozib qo'yamiz. Xo'p, bu yerda vodorod bog'i soni bor. Vodorod bog' minus guanin teng nukleotid 1200 minus 150 teng 1050. 1050 ni men buni yuqorisiga yozib qo'yaman. 1050 ta jami nukleotid bor ekan. Bir zanjirda demak 525 ga to'g'ri keladi bu. 525 ta bir zanjirda bo'lsa, 150 tasi ketdi guaninga. Bu yerga esa 375 ta qoladi. 375 ta adenin bor ekan. Bu esa A javobga to'g'ri keldi. Keyingi 10-tip. DNK fragmentida vodorod bog'i va fosfodifir bog' ayirmasi 302 ga teng. Timin va guanin nisbati berilgan. Jami nukleotlar soni aniqlang deyapti.
Mana qarang. 3 ga 1 nisbatlaydi. Ya'ni adenin 1 bo'lsa, guanin 3 edi. Bizda 300 ta guanin chiqdi. Demak, adenin 100 ta bo'ladi. Jami nukleotid so'rayapti. Bu yoqda ham demak 100 ta bo'ladi, bu yoqda ham 300 ta bo'ladi. Komplementarlikka asoslanib jami qo'shib chiqadigan bo'lsak 800 ta chiqadi. Demak, bu S javob ekan.